Mehribon yorginam ishlab yurib shunaqa issiqlarda bechora. Bitta mash futbolkasi bor edi, tavba ko'chaga kiy desa, hamma pulini bizga sarflaydi, shkaf to'lib meni kiyimim. Yuring sizga ham nimadir olaylik desam, yo'q deydi. O'zini mehribonim bergan pullardan to'plab qo'yganim bor. Nimadir olib, sovg'a qilaman, xursand bo'ladi. A few moments later. Voy, assalomu alaykum. Ikki tepsini. Yaxshimisiz, nima o'qiysizki? Kecha kuni internet orqali futbolkalar zakaz qildim. Voy, yaxshi qilsiz. Men ham muttashni o'yladim, nimadir olsa qani? Ko'ringchi. Mana. Voy. Bolalarmi? To'rtta zakaz qilsiz, a? Ashtir kiyganda, ashtir. Meni ham futbolkamga bir bo'p qoldi, 3 yil. Kecha kuni oldi-yu, ana shu kaftola kiyim-u. Meni kuykyapti deyapsizmi? Kuykmayapman, prosta o'zingizlar o'ylabsiz-da ashimga. Bo'pti, yana olamiz. Nima xohlaysiz, nima olib beray, bo'pti. Yo'q, menga kerak emas o'zi. Prosta hali odam qadriga yig'laydiganda, hapolar ekanda, o'zini o'ylab, 4ta futbolka olib kelsa, hapolib ketar ekan-da, men dedim. Voy, futbolka kiymayman o'ylay. Yo'q, keyin sizga ham yarashadi. Bo'pti, yuring, ketdik, keyin sizga nimadir olib beraman, bo'pti. Rostami? Yuguring. Biram mehribonsiz, Asta, mehribon bo'lib qolamiz-da, yuguring desa. Nimaga shunaqamiz, qizlar?